Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi videomizda XM $30 bonus beryapti. Shundan qilingan foydani yechib olishni qisqa, tez tushuntirib o'taman. Hammamizning vaqtimiz pul. XM ga o'tamiz. Real hisobda ko'rsatib beraman. Mana real hisob bo'lgan. Pul chiqarganman, kirgizganman, hech kimni aldamayman. Mana tranzaksiyaga kiramiz. Bu yerda bu vkladkaga o'tamiz. Pul chiqarganda mana pul chiqqan. Mana pul chiqqan. Shuncha pul chiqqan. Mana $320.75, mana 80, 179, 135 pul chiqqan, realni ishlaydi. Registratsiya o'tganingizdan so'ng bu yerda imенно qanday registratsiya o'tish kerak. Ko'p kishi shu registratsiya o'tishni tushunmaydi. Men YouTube kanalimga, mana shu videoning tagida silka bor. Silkaga bosamiz. Bu yerda Chrome'ga bosamiz, farqi yo'q, Safari'mi, Chrome'mi. Перейти bosamiz, перейти qildik. Mana bu yerda aytibdi $30 bonus olasiz deyapti. Mana silkadan o'tdingiz, $30 gacha olib keldi sizni. Nachat targovlini bosamiz. Registratsiyani videoda tushuntirib o'taman. Hozir birinchi pul chiqarishni tushuntirib o'tay. Foyda qildingiz. Bu yerda kashlokcha joy bor. Kashlokka bosamiz. Depozit degan pul kirgizish. Biz pul chiqarmoqchimiz. $100 bosamiz pulni chiqarish uchun. Bu yerda Uzcard Humoga ham chiqarsa bo'ladi, bank kartasiga ham, Visa, Mastercardga chiqarsa bo'ladi. Bosamiz. Bu yerda masalan $100 foyda qilgan bo'lsangiz, qancha pul chiqarishni bu yerga yozasiz masalan. Nashat targovli degan joyga bosamiz mana qo'raga. Boosty, bu yerda O'zbekistonni tanlaymiz. Bu yerda pochtamizni kiritishimiz kerak. Pochtamizni kirgizamiz. Bu yerda parol o'ylab topishimiz kerak. Parol o'ylab topamiz. Bu yerdan ya ptichkani bosib registratsiyani o'tamiz. Endi esa elektron pochtangizga SMS yuboradi. Shu pochtaga kelgan xabardan hozir ko'rsatib o'taman. Mana подтвердить adres elektron pochtaga bosamiz. Подтвердить qildik. Подтвердить qilgandan keyin yana chatga подтвердить свой счет. Подтвердitni bosamiz yana bu. Bu yerdan nomerimizni yozamiz. Bizga SMS keladi. SMS kirganimizdan keyin ismimizni yozishimiz kerak. Masalan, Sho'rquq. Bu ochsamiz kiritmasa ham bo'ladi. Familiyamizni yozamiz masalan. Medif bo'lsa. Tug'ilgan sanamizni yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 07 birinchi yil yozish kerak. Masalan, 2005 07. Keyin adresni yozamiz. Shahar, улица, почтовый indeks masalan 140100. Bu Samarqand shaharniki. Shunday qilib o'tamiz registratsiyadan. Registratsiyadan o'tgandan keyin shot ochishni tushuntirib o'taman. Sizni o'tib oldik. XM ni yuklab oldik. MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 ni tanlashimizga to'g'ri kerak bo'ladi. O'zim tavsiya beraman MetaTrader 5 ni, chunki ancha osonroq. Mana yopilmagan, ochilmagan zerkalarimiz bor bu yerda. Shu uchun kirib oldik. Bu yerdan keyin pasport подтверждение o'tishimiz kerak. Yon shotimizni подтвердить qilish uchun подтвердить shot degan joyni bosamiz. Разрешить qilamiz. Обязательно informatsiya degan joyga подтвердить ni bosamiz. Birinchi bajarildi. Endi ikkinchisiga o'tib загрузка документов degan joyga bosamiz. Bu yerda dokumenты не загружены, hali o'tmagan deyapti. Pastga tushamiz, nachat verifikatsiyani bosamiz. Verifikatsiyaga bosganimizdan so'ng nachat проверкаga bosamiz. Pasport degan joyga bosib olib, eski pasport bo'lsa, oldini rasmga olamiz. Oldin rasmga olgandan so'ng bizni yuzimizni Face IDdan o'tkazishni so'rab o'tadi. Shotni qanday ulaymiz? Masalan, endi masalan biz shot ochdik, bizdan nollar ko'rinadi, shu uchun ulab olishni ko'rsataman. My shot degan joyga bosamiz. Bu yerda pastida server degan narsani mana kopировать qilib olamiz. MetaTrader 5 ga kiramiz. Pastda настройки degan joy bor. Настройкиga bosamiz. Pluschani bosib bu yerda shu kopировать qilgan narsamizni shunday qo'yamiz. Tamam. Bu yerda logins.
Loginni ham xuddi shu yerdan bosib olamiz. Mana nomer shoti. Boshda yozgan parolingizni kirgizamiz. Yozib kirgizamiz, keyin bossak kiradi. Hisob to'ldirish uchun yana XMga qaytamiz. Пополнить счет degan joy bor. Mana пополнить счет. Bu yerda Visa karta, Uzcard, Humo. O'zim tavsiya qilaman Visadan to'ldirishni, agar Humoda bo'lsa undan ham yaxshi. Visada chunki eng minimalni boshiga menimcha $5 edi. Hozir minimalni $15 bo'lgan. $15 kirgizamiz. Bu yerda подтвердить. Bu yerda karta raqamini yozasiz. Hamda qachongacha amal qiladi и CVV kodini. Keyin kimga karta tegishli yozib bo'lgandan keyin pay qilamiz. 2 minut 1 minut ichida tashlab beradi. Agar tushunchangiz uncha yaxshi bo'lmasa, qanday qilib lot ochish hech nima tushunmasangiz, bu yerda signallar bor. Masalan, USD degani bu gold. Bu yerda pozitsiyadan gold bo'lsa, gold chiqadi. Ba'zilarga USD deb bo'lsa, USD bo'lib chiqadi. Mana menda gold bo'lib turibdi. Bu Telegram kanallar bor. Masalan, aytadi, hozir sotib oling deydi. Buy deganini sotib olasiz. Minimalni mana bu yerda 001 lot ochsa bo'ladi. Hozir yakshanba kun bo'lgani uchun ishlamayapti bozor. Bu yerda 001 lotdan ochiladi. Eng minimalni risk uchun. Agar ozgina katta lot ochsangiz, mana agar pastga ketsa, siz foydada bo'lasiz.